Assalomu alaykum azizlarim. Judayam ko'p savol NSDR non-sleep deep rest praktikasi haqida bo'lgan. U o'zi qanaqa praktika, nima uchun qilamiz, nuqtaga termilib o'tirish va shunga o'xshash narsalar va eng muhimi nima uchun diqqatimni bir joyga to'plab, masalan, mana shu naushnikka termilib 2 minut o'tiraman desam ham, 1 minut o'tiraman desam ham diqqatim bo'laveradi. Nima uchun hayolimga har xil fikrlar kelaveradi? Bu narsani o'zi to'g'ri qilyapmanmi degan savollaringlar. Agar non-sleep deep rest qilayotgan bo'lsangiz yoki bu ikkitasi aslida ikki xil praktika, lekin bizda challenge'imizda sizni o'rganishingiz osonroq bo'lishi uchun va bu challenge'da qatnashayotganlarning aksariyati talabalar va ular IELTS topshiruvchi studentlar bo'lgani uchun men bir o'q bilan ikki quyonni urishga harakat qilib, ham NSDR ham fokus diqqatimizni jamlab beradigan mashqni baravar qilishni buyurgan edim. NSDR ingliz tilida bu non-sleep deep rest. Men trenirovkaga ketdim, shuncha tezlikda video qilib olishga qaror qildim, yo'qsa bu ish yana kechga qolib ketadi. NSDR non-sleep deep rest. Uxlamasdan chuqur dam olish holatiga o'tish. Siz tadqiqotlarni ham o'qib ko'rishingiz mumkin. Umuman o'qishimizni optimizatsiya qiladigan narsa learningimizda. Masalan, siz universitetda meditsina talabasisiz, universitetda engineering o'rganyapsiz, to'g'rimi? Siz o'rgangan narsangizni, masalan, bir chapterni o'qiysiz, annotatsiyalar yozasiz, konspekt qilasiz va yopganingizdan keyin non-sleep deep restni YouTube'ga kirib turib, non-sleep deep rest deb poiskga bersangiz ham sizga 10 daqiqalik, 5 daqiqalik guided practice beradi. Guided practice degani u aytib turadi nima qilishingiz kerakligini. Hozir burningdan nafas ol, sekin nafas chiqar. Kstati, bu juda ham muhim narsa hisoblanadi. Bunga hozir alohida to'xtalaman. O'sha nafas olish texnikasini to'g'ri bajarish kerak. Undan tashqari, o'sha Andrew Hubermanning NSDR protokoli bo'yicha ertadan boshlab, agar bu videoni hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, farqi yo'q, Telegram kanalimga o'ting. Telegram kanalimda o'shani silkasini bo'lishib qo'yaman. NSDR bu uxlamasdan diqqatimizni bitta joyga jamlab turib, badanimizni sympathetic mode systemga o'tkazishi eng tez yo'li hisoblanadi. Bizni badanimiz ikki xil sistemada funksiyonировать qiladi. Parasympathetic va sympathetic. Sympathetic nervous systemda biz har doim alert bo'lamiz. Baby degan narsa bor, fight or flight mode. Ya'ni har doim agitated bo'lamiz, раздраженный narsalar yoqmaydi, baqirgimiz keladi. Ya'ni bizni badanimiz juda ham stiff bo'ladi. Urushga, jangga tayyor turadi. Bunaqa badan bilan, bunaqa nervniy sistema bilan biz yaxshi o'rgana olmaymiz hech narsani. Yaxshi qarorlar qabul qila olmaymiz, chunki bizning badanimiz urushga tayyor turibdi. Ya'ni bu holatda badanimiz mana bunaqa turgan holatda nima deydi, ulkan maqsadlarimiz tomon yura olmaymiz, chunki badanimiz plus badanimiz mana shu fight and flight mode, sympathetic mode sistemda bo'lganda juda ko'p energiyani iste'mol qiladi. Bizning vazifamiz parasympathetic nervous systemga, bizni asab sistemamizni badanimizni o'tkazish. Chunki mana million marta eshitgansiz-ku, xotirjam tanada xotirjam fikrlar bo'ladi. Hozir kitob olaylik, yaqinroq qilib qo'yaman. Xotirjam bo'lmasa tanangiz faqatgina urushga tayyor turadigan bo'lsa, sizning miyangizda nima deydi, creative fikrlar bo'lmaydi. Katta maqsadlaringiz haqida o'ylamaysiz-da. Bu prosta bazaviy nimasi yopilmagan bo'ladi. Hozir o'sha terapevtlar, psixoterapevtlar, psixologlar ham oxirgi tadqiqotlardan kelib chiqib nima to'xtamga kelishyapti? Insonni psixologik muammolarni yarmidan ko'pi uni badanini parasympathetic mode systemga, nervous systemga o'tkazish bilan hal qilinishi mumkin. Shuning uchun ham yugurish, yurish, yoga bilan shug'ullanish, suzish, yozish bir nimalarida shunaqa aktivitelarni maslahat berishadi. O'shalarni qiling, siz o'ylashingiz mumkin, "Voy, men yo'qda, men katta dardim bor-ku, men borar ekanman deb peshkom yurar ekanman" deysiz, yoki "Men o'tirar ekanman deb nafas mashqini qilar ekanman". Chunki muammo bizning kallamizda
juda ham katta bo'ladi. Aslida muammo unaqangi katta bo'lmasligi mumkin. Bizani miyamiz katastrofa qilib yuboradi. Ayniqsa bizni badanimiz sympathetic mode systemda, o'sha nervous systemda bo'lsa, ayniqsa katastrofa qilib yuboradi. Shuning uchun ham sizlarga bitta misol aytdim, jahlingiz chiqadi, puf deb oluvdek yonasizda, keyin o'zingizga kelganingizdan keyin o'ylaysiz, o'zi nimaga jahlim chiqdi? Nega u gaplarni aytib bordim? O'ziga kelganingizda o'sha oldingi muammolar ham juda katta muammo bo'lmagandek tuyulishni boshlaydi. Unaqa katta muammo bo'lmagan ekan deymiz. Men umid qilamanki, sizni ishontira oldim nima uchun bu praktika zo'rligiga, NSDR va nima foydalari bor ekanligiga. Bu qisqa video bo'ladi. Bu videoni yarmini ham qo'yaman, davomini ham qo'yaman va u videoda bilasizmi nima haqida gaplashamiz. NSDR o'sha chuqur nafas olib, nafas chiqarayotganingizda, kstati, nafas chiqarayotganingizda mana bu straw bo'ladi-yu. Trubichka ichasiz-ku, labingizni shunaqa qilib o'shnaqa tishu qilib chiqarish kerak-da. Uni ham o'zining nyuanslari bor, lekin uni to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, sizga tekinga asab sistemangizni joyiga keltirib, men даже aytishim mumkin, 3 kun NSDR praktikasini to'g'ri bajaradigan bo'lsangiz, 4-kuni уже uyg'onganingizda hayotga bo'lgan qiziqishingiz yana ham oshganini, motivatsiyangiz ko'payganini, energiya qayerdandir paydo bo'lganini, siz ham ko'proq kulishni boshlaganingizni sezishingiz mumkin bo'ladi desam, men adashmagan bo'laman. Bu shoshilinchda yozilgan video edi. Umid qilamanki, aytmoqchi bo'lgan eng muhim fikrimni ayta oldim va sizlarni ishontira oldim. Kommentariya qismida ayting, ikkinchi qismini kutasizmi? Chunki men ikkinchi qismiga katta research qilib o'tirib tushuntirib bermoqchiman va eng muhim savol, NSDR, non-sleep deep rest, nima uchun kerakligini tushuntirib bera olgan bo'lsam, bu videoni maqsadga yetgan video deb hisoblasak bo'ladi. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Men esa burn mashqiga 400 kilokaloriya xudo xolisa yoqqani chopib ketyapman.